Suzma yoki qatiqni qaynatib pishirish mumkinligini siz ham bilmasmidingiz? Mana endi bilib olasiz. Bu retsept uchun turk birodarlarimizga kattakon rahmat. Ayniqsa Ramazonda kun bo'yi och qolgan tanangizga shu taomdan pishirib bersangiz bormi, rahmatlarni tagida qolib ketasiz. Suzmali issiq sho'rvaga ishni birinchi tuxumga qattimgina xamir qorib olishdan boshlaymiz, keyin uni tindirib yupqa qilib yoyamiz. Yupqa qilib yoyilgan xamirimizni oldin qotirib, keyin mayda qilib to'g'rab olishimiz kerak bo'ladi. Yog'sizroq qiymaga tuz, murch solib, kichkinagina koptochalar yasab olamiz. Tayyorgina koptochalarimizni tovaga ozgina yog' solib, bir qo'rib pishirib olamiz. Qo'rayotganda ozgina miyatni qo'shib qovursangiz, yana ham aromatli bo'ladi. Qiymali koptochalarimizni pishgungacha gazga suv qo'yib qo'yamiz qaynatishga. Suv qaynagungacha esa idishga suzma, bir bitta tuxum sarig'i, bir osh qoshiq un solib yaxshilab aralashtiramiz. Endi diqqat bilan kuzating. Suzma chirib qolmasligi uchun suv qaynab chiqqandan keyin ozgina olib, suzmaga qo'shib yaxshilab aralashtiramiz. 4-5 ta cho'mich qaynoq suvdan keyin suzma issiqligiga o'rganadi va uni qaynab turgan suvga qo'shamiz va suv qaynab chiqqungacha aralashtirib turishimiz kerak bo'ladi. Va nihoyat suzmali issiq sho'rvamiz qaynab chiqdi. Endi unga tayyor pishgan koptochalarimizni qo'shib yuboramiz. Ketidan to'g'ragan xamirimizni ham qo'shamiz. Eng oxirgi jarayon xamir pishgunigacha bir osh qoshiq saryog'ni eritib, ustiga miyata va ozgina achchiq paprika solib, bir qo'rib olib sho'rvaga solamiz. Vau, qizlar, bir marta bo'lsa ham shunaqa usulda suzmali issiq sho'rva tayyorlab ko'ring, aniq sizga yoqadi. Tayyorlab ko'rganligi oldindan yoqimli ishtaha.